program tayyorlash jarayonida Xitoyninki shu. Ham biz xabarlarimizda pat-pat berib turamiz Xitoyning shu ko'p cheklamaga uchrayotganlik uchun tarafdan bu sohadagi shirkatlarga sanoqsiz Xitoyning mablag' selayotganligi. Ammo hozirgacha qilayotgan tirishchiliklarning ko'p qismining mag'lubiyat bilan oyoqlashganligini ham o'qidim ham. Sizcha shu Amerikaninki masalan bu sohani kontrol qilib asosli kuch bo'lib turish o'zining ittifoqdoshlarini atrofiga to'plash bilan bo'lsin, muhim shirkatlarni Xitoyga buni eksport qilmaslik haqida bu sohadagi. Shunday kuchishining sababi ya'ni faqatlam bugun Amerika dunyoda masalan birinchi kuch shaklda tutiblam shu oldingi qatorni qo'ldan bermaslik uchunmi yoki boshqa iqtisodiy sababdan bo'lishi mumkin. Adiki yana bir muhim narsa Xitoyniki biz har qanday texnikani o'g'irlashda mahir ekanligini bilamiz hamda. Ya'ni o'g'irlikda mahir bir maxluqlar bo'lardi. Bunda bir texnikani masalan nurg'un o'quvchilarni chet elga chiqardi har yili muhim sohalarda. Buni hozirgacha masalan shunday o'g'irlik bo'lmaydigan bir texnika bu. Masalan Xitoy hozirgacha nimishqa o'g'irlayolmadi. Hamma nurg'un narsalarni atisi bugun nochis chiqsa saxtasini ishlab bo'lgan Xitoy bugungacha bunga erisholmadi hamda. Bunda mag'lub bo'lib ketdi masalan. Buning sababi sizcha bu bakla murakkab, ya'ni o'g'irlash imkoniyati yo'q bir texnikalarmi bu hamda o'sha o'zak sohasiniki. Endi oddiy bir misol olay, bozorga berib bir tort yedingiz, tortni tetib ketdi. Şu tortdan yeni bir parçanı kesip ekilip öğeye gelsanız belki siz işlep çıkargan tort o torttak okşagan bolışı natayın. Gerçi onun keynede, onunki ham materyallarının neymiş keldiği yazılgan bolsun, ama resipninki mesela onu qanchalik vaqt pişirish yoki xemiyani qanday juğuruş degandek narsalarniki yani nemisi resipleri aniq bo'lmaganligi uchun balki tortni pishira olmasligimiz mumkin. Endi bu misolim bo'lmadim bilmayman, ammo bu özək texnikisi o derecede bir adli bir nemez. Çünkü onun resipleri bir yerge yazılmagan. Yani bu dedik ya, o ehli millet kullanılan bir nesli. O çertiyojları belki o alakabi texnolojisinin üstünde işxanasında koyup koyduğun bir çertiyojlar emas, belki mehdi bir yerde saklanılan. Yaki bu onu layılaştı mı? Belki onu layılaydığında belki her bir gruppa bir 8-10'dan adam bolsa 7-8 gruppa hatta onundan jiq adamlar layılaydigan ben perezler devatmam gapda. Onun keyinden onunki abayda doq onun besip chiqargan texnika yeni bir narsalar bu abay degenge o'xshash bir davlatning ichida nurg'un tadqiqot bo'limlarining yoki nurg'un organlarninki onun keyinden xalqarалық bir hamkorlikning asosida bo'layotgan narsa bo'lganligi uchun buni akilib bozorda setilib abay Rossiyani misol oldik. Mesela atom bombasini yasash nimstayu bular nurg'un narsa texnikalarni o'g'irlash orqali ko'chirib ular qaytadan yasab chiqqan. Endi Selenograd degandek bir yerga silikonchilik o'xshash bir yerni qurib qilgan bo'lsa-mu mag'lub bo'lganligini gapini qilgandik. U vaqtlik texnika hozirgidan nayti köp keynede hem nayti qalaq bo'lgan holatda desak bo'ladi bir yükseliş to'g'anda. Hem shuni bir ko'chirib yasayolmagan narsani hem bugungi kunlikda bu darajadagi murakkablik narsani ularning ko'chirib qilib ketishi tez. Bu bir. İkincisi biz hozirgacha qattiq detalning gapini qilib keldik. Bu yerda amaliyotda nurg'un narsani qildirayotgan, masalan, shuni yaqinninki gapga kelsak, yana bir narsa kelsak, bu yerda rol o'ynayotgan narsa qattiq detalning o'zi emas. Qattiq detal to'g'ri buyruqni ijro qiladi. Bizning u yerda yozib chiqqan logikalik narsalarning asosida yana bir natijani hosil qiladi. Bu yerdagi narsa yana birisi yumshoq detalning gapi. Bu o'zakni aşı darajada mukammal qilayotgan narsa ustida mengayotgan programma buyruqlar. Bu mu yana bir nima qiladigan narsa bu yerda her qanday bir yumshoq detal texnikasini biz bilamiz voy falan narsa hujumga uchrab ketibdi yoki bo'lmasa Pukuniyada hakkerlar nima qilibdi bir narsani buzib yetibdi degan narsani biz gapini qilamiz. Bu yerda deyilayotgan narsa bu yerdagi yumshoq detalninki kamchiligi yoki bo'lmasa yumshoq detalninki ojizligidan bo'layotgan narsa. Ondan keyin bu yerda yumshoq detalning ustida bir taraf qilinayotgan narsa nima u degan vaqtida sonliq ma'lumot.
ba'zan sonliq ma'lumotlar nihoyatda nozuk sonliq ma'lumotlar bo'ldi. Harbiy bilan munosabatli bo'lgan, davlat maxfiyatligi bilan munosabatli bo'lgan, siyosat bilan munosabatli bo'lgan, o'tirg'i chiqisi bo'lmaydigan nurg'un maxfiyatliklar bor. Bu narsalar nimada saqlanadi bugungi kunlikda? Elektronlik shaklda ma'lum bir yerda saqlanadi, shu kompyuter deylik. yoki bo'lmasa ma'lum bir saqlanadi, yoki bir narsa bir taraf qilindi, bir yerdan bir yerga yo'tkiladi. Bu jarayonda ishlatgan bu asbobniki bexatarligiga diqqat qilinmasa, demak uchurni o'g'irlab ketish ehtimolligi bor. Bu yerda bu o'zak texnikasiningki yana bir o'ynaydigan roli nima deganda, yana biroz siyosiy xarakterlik narsani oladi. Bu yerdagi bexatarlik. Bu yerda biz cyber security deymiz-ku, buni tor bexatarligi desak-mi, ancha to'g'ri tarjima qilingan so'z bo'lmaydi. Ammo bu yerda davlat mudofaasi, davlat bexatarligi yana bir narsalar bilan chetildi. Undan keyin bu o'zak texnikasini dastlabda davlat mudofaa ministrligi yoki olim qatnash idorasi degan o'xshash organlarniki nimasi mablag'i bilan qurilgan deymiz. Hozirmi nurg'un shu uchur sohasidagi texnikalarningki eng nochisi yana harbiyninki yoki davlat mudofaa ministrligining qo'lida. Biz qo'limizda xalqning qo'liga tushib ishlatilayotgan texnikalar balkim bir qancha davr yoki bir ikki davr balkim keyinda bo'layotgan texnikalar bo'lishi mumkin. Unda bo'lganligi uchun demak ma'lum jihatni aytgan vaqtida bu ta'minlash zanjirininki ishlatilayotgan shu masalan bir kompyuter degan bo'lsak, uning ichida necha o'nlagan, necha yuzlagan shirkatlarning ishlab chiqarilgan o'zaklari bor. Balkim ma'lum bir o'zakninki ishlab chiqarilgan o'rinninki Xitoy bilan bevosita munosabat va harbiy bilan munosabatli o'rin bo'lib qolsa, u mahsulot hech qachon Amerika bozoriga kirmaydi. Hatto Amerika bozorida ishlatilayotgan davlat mudofaa munosabatligi, bexatarlik munosabatli bo'lgan asboblar Xitoyga bormaydi. Demak, bu yerda yolg'iz iqtisod, kuch yoki nima ahli mulk huquqlar emas, bu hatto shu davlat mudofaa nimasiga taqaladi. Masalan, bir misol olay. Yaqinda bizningki men bu Istanbulda doklad bergandan keyin men buni LinkedInga chiqarib qo'ygandim. Bizning idoradan bir bo'lim meni bir cho'ng yig'inga kelib maslahatchilik berdiganga taklif qildi. Nima maslahatchilik qildi ekanman desa, bu IoT internet narsalari orqali bir avtomatlashtirish sohasida qilingan bir ish ekan. Bunun asbobini gateway deymiz, uchurni bir yerdan to'plab yana bir yerga yo'llab turadigan asbobni Litvaniyadagi bir shirkat ta'minlaydi ekan. Bu ta'minlagan asbob bilan Amerikadagi bir davlat darajalik bir organninki bir ishini necha millionlik projekt ekan, bu projektni qilmoqchi ekan. Shuning ichida Qualtek deydigan bir shirkatninki shu tor aloqasiga mulozimat ta'minlaydigan bir modyul bor ekan. Qualtek degan shirkatniki. Bu Qualtek degan shirkat Xitoyninki harbiysi mablag' solgan shirkat ekan bu. Shuning bilan meni bu sen shu o'zak texnikasiki Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi urush degan temada bir narsa, men uyg'urcha so'zladim bu yerda, lekin men inglizcha yozib qo'ysam, sen biz shuningdan bizga maslahat deb chaqiribdi. Shular qilgandan keyin bu yerda nurg'un temalar bo'lindi, chunki buni Litvaniyadagi bir shirkat buni butunlay tekshirib, aniqlab, uning keyinda mahsulotni ishlab chiqarib, Amerikaning bozoriga solgan, Amerikaningki bir shirkati bor, shu elektronlik asboblarni nima deydigan FCC deydigan bir shirkat bor, bular sertifikat berdi. Mahsulot Amerika bozorida qo'llanilishi bo'ldi degan. Sertifikat berganki, ammo 2023-yilmi parlamentdan FCC'ninki boshliqini chaqirib kelib, Qualtek degan shirkat ishlab chiqargan material bor bo'lgan asbobni Amerika bozoridan chiqarib etsa, sertifikatni yo'q qilsa deydigan bir xabar bor ekan. Shuni men idoradagilarga shuni ko'rsatib qo'ydim. Demak, Amerika bu hozir shu Qualtek shirkatininki Amerika bozorida aktiv bo'lishiga sajgurlik qilyotdi. Deb shuni Kanadaninki Qualtekning Kanadaning shirkatidan e'lon qilgan bir nimasi bor ekan, to'g'rilik internetga qo'ygan bir narsa bor ekan. Degan vaqtida biz hech qanday bir yerdan xalqning uchurni o'g'irlamaymiz.
biz bu hech qanaqa kommunistik partiya bilan hech qanday bir aloqamiz yo'q deb hatto o'zini oqlashga majbur bo'libdi. Bu gapni nima ish qilayman degan vaqtida, demak bu yerdagi bu o'zak texnikasiningki Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi bu ziddiyatningki nimasi manbasi yolg'iz iqtisodiy jihatdagi yoki bo'lmasa ahli mulk huquqi jihatdan emas, bu davlat bexatarligi, undan keyin harbiy maxfiyatlikdan bor edi. Xo'sh. Shuning uchun Amerikaning bu sohani o'z kontrolida tutib turishining sababi faqat iqtisodiy andisha emas, balki davlatninki bilganki ham Amerikaning dunyoda birinchi kuch bo'lib turishiningki u taxtini yo'qotmaslik, ham o'zining davlati va ittifoqdoshlarininki mudofaasi uchunmi intayin muhim degan bir javob chiqqan bo'ldi bundan. Bundan keyin internetdan izlab baqsangiz hozirmi topa olasiz. Bir Windows'ninki shu kirishni kontrol qiladigan sistemisdagi yuchuq tufaylidan shu Amerikaninki savdo ministrligi, anan keyin parlament a'zolarininki emaillariga hujum qilgan, anan keyin shuningki uchurlarini o'g'irlagan nayti keng bir taqalgan bir xabar bor. Uni Microsoftga eng cho'ng satchilikdan birisi. Biz mush sohada ish qilganligimiz uchun bizim bir qism cho'ng xaridorlarimizga bizninki ishlatgan yoki ular loyilab bergan ishimninki uningga chetilmaganlik to'g'riliq biz ularga uchuri bir narsalarni ta'minlagan bo'ldik. Ammo shu Microsoftninki ichidagi bir yuchuq tufaylidan yumshoq detalning yuchuqi bo'ldi. Bu yuchuq tufaylidan shu parlament a'zolari, anan keyin bir ministrliklarninki email sistemalariga hujumga uchirganlik to'g'riliq narsalar bor. Hamda bundaq narsalar bu halaqi sezgurlikni yana oshirdi. Masalan, bu halaqi Xitoy davomli bu halaqi hakkerlarning hujum orqali Amerikaga hujum qilib turgandek bo'lmasa, shunday muhim bir siyosiy arboblarninki shaxsiyatiga munosabat kuchlarni o'g'irlash qitirishilgan narsalarning hammasi o'sha uchur texnikasi bilan munosabatli bo'lganligi uchun mayli bu yerda qattiq detal bo'lsin, to'g'ri yumshoq detal Xitoy bozoridan kelmaydi. Ammo qattiq detalninki balki ma'lum bir narsa abaydidiq Qualtek degan bir shirkat bu telecommunication sohasida, anan keyin shu Wi-Fi simsiz tor orqali qanday qilish nimasida o'sha telekom shirkatlariga bir modyul deymiz-ku, endi bir kichik tarmoq materialni shular ta'minlaydi. Shunga o'xshash bu Huawei'ning buning ichida nima uchun Huawei'ga qarshilik o qadar yuqori degan vaqtida, masalan telekom shirkatlari masalan Huawei'ning antennasi yoki bir narsani ishlatgan bo'lsa, bu masaldan chatoq chiqqanda yoki yumshoq detalninki nusxasini yangilash yoki bexatarlik yuchuqini yetish degandek ishlarning hammasini qilgan vaqtida ular Shenzhenda o'tirib turib, Yevropaninki mayli Britaniyaning telekom bo'lsin yoki bo'lmasa Skandinaviya telekom shirkatlari bo'lsin degandek shirkatlarga Huawei'ning mahsulotlarini ishlatgan bo'lsa, demak ular Shenzhendan turib ularninki asboblarga kiradi degan gap. Kirish jarayonida yolg'iz ular kirib, yumshoq detalning nusxasini yangilab yoki bo'lmasa chatoqvas o'ngshab chiqib ketsa mayli, ammo telekomninki masalan nimalarda muhim tugunlarda nurg'un uchurlar oyoqdan oyoqqa o'tib turdi. Ba'zanlar quluplarlik shaklda menishi mumkin, ba'zanlar qulupsizlik shaklda menishi mumkin. Qulupsiz mangan nimalar bo'lsa, ular demak u uchurlarni ko'ralaydi degan gap bo'ldi. Demak, masalan, mayli ma'lum bir davlatning parlamentida ma'lum bir telekom shirkatlari munosabatlarni ta'minlagan bo'lsa, shuning uchun Huawei'ninki texnikasi qo'llangan bo'lsa, demak, u parlamentda bo'layotgan muzokarani balki to'sib qo'yishi mumkin, aytib parlamentning o'shig'ini muhim yechilayotgan vaqtda maydon tarqatishni. Yoki bo'lmasa shu yerdagi o'tayotgan uchurni o'g'irlash mumkin. Shuning uchunmi Xitoyninki ishlab chiqarilgan asboblarning bo'lib Huawei'ninki mahsulotlarininki yoki 5-chi avlod tor nimasininki texnikalardan cheklanishniki sababi shu. Bu yerda yana desak, yana qayta tema shu, davlat bexatarligi shaxsiyning uchuri deganga o'xshash narsalarga taqiladi. Hatto ba'zan diqqat qilmagan vaqtida, masalan, ma'lum bir davlatninki parlamentning saylanlari yoki davlatning saylanlariga qadar ta'sir qilaligidek narsalarni qilib ketishi mumkin. To'g'ri. Haqiqatan bir qancha kun burun biz xabar berdik, musho saylan mazgili hamdadir Amerika.
Trump'ninki el xatlariga, telefonlarda kim bilan ko'rishganligi, qancha qatim ko'rishganligi, hatto Biden'ninki, Kamala Harris'ninki atrofidagi kishilar uninki deganda ashlag'icha Xitoy hakkerlarining hujum qilganligi degandek xabarni berdi bir qancha kun burun. Demak, aşu sahalargacha bo'libmi Xitoy hakkerlarininki bevosita Xitoy rejimi tarafidan Xitoy e'tirof qilmaydi albatta. Shunda ishlatilayotganligini nurg'un qatim xabarlardan berdi hamda. Bu soha haqiqatan bir jiddiy bo'layotgan bir soha hamda.